Nima qilyapsanlar? Tez-tez ishlamaysanlarmi? Hamma bardak bo'lib yotibdi. Men bunaqa muomala qilsam, Bularga mana shunday qattiq muomala qilmasang, qilmaydi aytganingni. Xo'jayin hamma aytganlaringizni qilib qo'ydim. Uyga tursam aylim kech tushib qopti. mana behamat so'klaringni boshqacha assortimentlari yo'qmi? Bor o'rta. Menga qarang, ishni oxirigacha qilmaysanlar-da, ertaga oylik kelganda men bilan talashishni bilasan. Bor vitrinani taxlab qo'y. Bugungi ishlagan puling. Xo'jayin, biz siz bilan bunaqa kelishmaganmiz, kam bo'lib ketdi. Pulga kelgan talashishni bilasanlar, ish kelganda qoyillatmaysan. Bor, boshimni qotirma. Men siz aytgan ishingizni ortig'i bilan qildim, xo'jayin, lekin siz menga aytgan pulingizni bermadingiz. Rahmat. O'rtoq, men behamat so'kindan bitta korobka oldim. Hisoblab ber menga. Qanaqa hisoblash? Jinnimisan? O'rtog'imsan? Bor boshqa narsani olib ketur, tekin senga. Qoyil o'rtoq. Ko'chadagilarga o'zingni ko'rsatishni bilar ekansan-ku, lekin ishchilaring pulini haqqini so'rab kelsa yoki nima deb ish qilaman desa, o'sha baqirtash ekansan. Esingdan chiqarib qo'ydingmi kimligingni? Bo'laqa mendan ikkita tez mashinaga ortib ber. Hop. Mana nima ahvol? Ko'chani qara ahvolni. Yig'ishtirmami tuzdan olib qo'ylaring. Taxla joyiga tez bo'lmaganlarni. Hop bo'ladi, xo'jayin. Menmi bugun ish haqqing. Sen o'zing ham oddiy ishchi bo'lib ishlagansan. Pul mansab tegib, o'zingni yo'qotib qo'yibsan. Ushlama meni. Shu narsani yaxshi bilib qo'ygin. Tovutni ham, mansab ham egasi bo'lmaydi. Sog' bo'lgin. Boyvachcha